Hop, farzandimni nutq kechikishi haqidagi video chiqarganimda ko'pchilik onajonlar savol berishibdi, bilaman. Juda ham bu qiyin holat. O'zim ham o'tganman. Nima qilganim, qayerdan bilganim haqida so'rayapti qizlar. Bu juda ham uzun video. Men sizlarga qisqa video qilib chiqaraman, ketma-ketlikda. Qaranglar. Farzandim 2 yosh paytida aya derdi, boshda bu derdi, bora so'z ham yo'q bo'lib ketdi. Ikkigin choy ber, suv ber deganda derdi, misol suv bergan deb mana shunaqa ko'rsatardi-da. Menga o'sha g'alati tuyuldi bu. O'zini tushuntira olmagandan keyin ko'p yig'lardi, gapini tushuntira olmas edi-da. Faqat menga o'rganib qolgan edi, faqat men bilan edi-da. Boshqalar bilan chiqish, chunki tilini men tushunardim uni, ishorasini. Keyin uydagilar ichga o'tib ketadi, gapirib ketadi deyishdi. Logopedga bordim, oddiy logopedga bor. Logopedda ham har xili bor. Olib borsam hech narsa qilmaydi, o'tib ketadi dedi. Siz qanaqa logopedga borishingiz kerak? Uni imенно shunaqa autizm yoki ZPR bola bilan ishlaydiganga olib borish kerak.